Qirg'izistonda ayol folbin tavsiyasi bilan 43 ming dollarni qabristonga ko'mdi. Folbin biznesga yo'l ochib berish va'dasi bilan shunday maslahat bergan. Jabrlanuvchining so'zlariga ko'ra, u may oyidan oktyabr oyigacha bir qabrga bir necha bor kelib, pullarni o'sha yerga ko'mib ketgan. Birinchi martasiga 10 ming, keyingi safar esa 15 ming dollarni o'z qo'llari bilan qabr tuproqlari orasiga yashirgan. Firibgar ayol bu pullar sehrli tarzda g'oyib bo'ladi va moliyaviy muvaffaqiyat olib keladi deb ishontirgan. U qabrga faqat dollar ko'mishni buyurgan. 3-martadan so'ng ayol aldanganini tushunib, politsiyaga murojaat qilgan. Gumonlanuvchi 25 yoshda bo'lib, Bishkek shahrining Permomaysk tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. U boshqalarga o'zini tabib sifatida tanishtirib, marosimlar chog'ida qabristonlarda pul qoldirishni so'ragan. Shuningdek, ip, igna va boshqa narsalardan sehrli buyumlar sifatida foydalangan. Holat yuzasidan Qirg'iziston Jinoyat kodeksining 209-moddasi firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda gumonlanuvchi izolyatorda saqlanmoqda.